Yana bizda zo'r natija. Birinchi kelgan kuni oyijonisidan eshitganda boshimizdan umuman ko'tarmaydi deb aytdilar. Hozir biz bugun 3-kunda boshini ko'tarib, o'ngga, chapga o'zi bemalol qara olyapti. Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana bugun bizning bolajonimiz bugun 3-kun massaj olyapmiz. Bular birinchi kuni kelishganida DTP spastik diplegiya tashxisi bilan kelishgan edi. Bunda ikkita oyoqlari hamda qo'llari ancha tonusi baland edi. Tonus balandligidan bosh barmoqlari qayilgan hamda ichiga qayilgan, ko'tarilgan hamda qayilgan. Hozir mana 3-kun biza bolamizga kelgan kuni juda ham oppoq edi. Ranglari, qon aylanishlari mana yaxshilanib, ranglari ro'zg'ay bo'lib, yuzlarimiz ancha mana chiroylilashib, masalan, qo'l oyoqlari tonuslari ancha yechildi mana. Endi hozir bemalol yotib beryapmiz. Qo'llarimiz ham kelganida tonusi juda baland edi. Mana sekin-sekin bilan o'sha ochilib kelyapti. Mushtim ham mana sekin-sekin ochilyapti. Birinchi kuni mushtimni umuman ocholmagan edi. Ikkinchi kunida sekinlashib, 3-da mana bu ancha yaxshi natijaga erishyapmiz.